narxini eshitib borku, mazza qilib yuborasizlar-da. Bunaqasini topish borku o'zi bitta mahoratda. Yangiyo'l Halqabodda 55 sotixli tayyor joy topib qo'ydim. U biznesmenlar diqqatiga yoki uy qurib sotaman deganlar uchun shunaqa bitta shikolant variant ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, mahallani yangi tushayotgan mahalla shunday tushib kelsalar, tupikda joylashgan bo'pti. Bu yoq to'g'ri ketgan bo'pti, bu yoq zaxvat joyi bo'ladi. 16 sotix kadastrda umumiy 55 sotixlik katta mana shu ko'rib turgan uchastkalar srochno sotiladi. O'zining 3 xona uylari ham bor ekan. Kelib bemalol yashab chorvachilik qilaman deysizlarmi? Sharoitlarni ko'ryapsizlarmi? Mol, pol, qo'y boqaman desanglar ham sharoitlarni yaratib qo'yishdi. Katta-katta mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Xo'p, aylanasiga ketgan bo'lsa 55 sotixlik katta joy. Okalar, qanaqadir biznes yoki ishlab chiqarish qilaman deysizlarmi? Bundan ortiq variant bo'lmasa kerak, narxini eshitib borku, mazza qilib yuborasizlar-da. Yangiyo'l Halqabodda joylashgan 55 sotixli bir sotixini 2630 dollardan ko'ndirib qo'ydim. Yana savdolashadigan joylari bor. Pastda egalar nomerini qoldiraman. Shunday bosib oladigan joy. Okalar, ulgurib qolinglar.